Sizda spiral to'g'ri kelmayapti, gormonal dorilarni vaqtida icha olmayapsizmi? Sizda homiladorlikdan saqlanish bo'yicha muammolar bo'lyaptimi? Sizga teri osti implantni tavsiya qilaman. Teri osti implanti qo'lning yelka sohasiga qo'yiladi va u elastik holatda bo'lib, zararsiz hisoblanadi. Teri osti implanti 99% holatda sizni 3 yil muddatda homiladorlikdan saqlab beradi. Unda qanday qilib? Ya'ni bachadon ichki qavatini yupqalashtiradi, ovulyatsiyani to'xtatadi va bachadon bo'yni shilliq qavatini qalinlashtirib, spermatozoid o'tishiga to'sqinlik qiladi. Muolaja hamma tekshiruvlar normada chiqsa, birpasda teri ostiga og'riqsiz joylashtiriladi. Siz uni xohlagan paytingizda olishingiz mumkin va tezda homilador bo'la olasiz. Agar sizda homiladorlikdan saqlanish bo'yicha muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.